Assalomu alaykum mehrli pazandalarim, barchangiz kanalimga xush kelibsiz. Bugun ajoyib qavatlari qat-qat bo'lib chiqadigan somsalarni tayyorlab olamiz. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlaymiz. Idishga tuz, bir chimdim dro'ja va bir dona tuxum, bir osh qoshiqdan mayonez solamiz va ozginagina o'simlik yog'idan solib, suvni quyib, yaxshilab vinchi yordamida aralashtirib olamiz. Un solamiz. Unimiz menda oliy nav, birinchi navli unlardan foydalansangiz ham bo'ladi. 700 gram un ishlatdim. Xamirimizni qoshiq yordamida yaxshilab aralashtirib ko'ramiz. Agar uni salgina kamroq bo'lsa, yana solib xamir qilishda davom etamiz. Xamirga mayonez solganligimiz uchun mana ko'rib turibsiz, juda ham silliqqina bo'lib chiqdi. Xamir o'rta yumshoqlikda tayyorlanadi. Juda ham qattiq xamir bo'lib qolmasin, chunki somsalar pishgandan so'ng qavatlari, qat-qatlari qattiq bo'lib, tomoqdan o'tishga qiyin bo'ladi. Shuning uchun men har doim oliy nav unda yumshoqqina xamir tayyorlayman. Ham xamirlarimiz yumshoq bo'lganligi sabab yoyishga ham juda ham oson bo'ladi. Xamirni 15 daqiqa davomida tindirib olib, keyin 3 bo'lakka bo'lib oldim. Xohlasangiz ikkita qilishingiz mumkin. 2 bo'lakka bo'lib, kattagina qilib yoyib olsangiz bo'ladi. Mendagi mana shu ishlash jarayonimdagi ish stolim salgina kichikroqligi uchun xamirni ham sal kichikroq kesaman. Xamirlarni yana 10-15 daqiqa davomida tindirib olamiz, chunki tingan xamir juda ham tez va oson yoyiladi. Jarayonni uzoq ko'rsatmayman. Videoim 7 daqiqadan iborat bo'ldi. Mana shunday xamirni yoyish jarayonini uzoq ko'rsatadigan bo'lsam, juda ham cho'zilib ketadi. Birinchi xamirni yoyib oldim va ustiga omoxda yog'dan surtdim. Ushbu yog'ni tayyorlanishini bundan oldingi videolarimda ko'rsatib o'tganman. Endi boshqa stolimda ikkinchi xamirni ham yoyib, birinchi yog' surtilgan xamirni ustidan mana shunday yopib oldim. Buni ustidan ham yog' surtamiz. Bunisi uchinchi xamir. Qavatlari juda ham ko'p bo'lib chiqadi. Shunda 3 ta xamirni mana bir ustidan qilib yog'lab oldim. Endi xamirimizni o'rab olamiz. Bilmaganlar uchun O'zbek Qaynona TV kanali xizmatingizda bo'lyapti. Albatta, kanal avtori Go'zaloy Umarova sizlar bilan birga. Mana xamirlarni o'rab chiqdik. Ko'rib turibsiz, qavatlari qanaqa bo'lib bilinib turganini. Xamirlarni o'zimiz xohlagan kattalikda kesib olishimiz mumkin. Men ham salgina kattaroq qilib kesdim, chunki somsalar juda ham barakotli bo'lib chiqadi shunda. Endi qirqib olingan xamirlarni alohida idishga olamiz va ustini mana shunday o'rab qo'yamiz. 20 daqiqaga muzlatgichga jo'natib turamiz. Shunda xamirlar juda ham yoyishga oson bo'lib qoladi. Umuman qavatlari ajrab ketmaydi. Ichiga masalliqlarni o'zingiz xohlagan turda tayyorlab olishingiz mumkin. Men piyoz va go'shtdan tayyorladim. Xohlasangiz kartoshkali, qovoqli, ko'katli qilib tayyorlab olishingiz mumkin. Ishlatgan masalliqlarimning miqdorini albatta opisiya bo'limida qoldiraman. Yaxshilab nachinkamizni aralashtirib qo'yamiz. 20 daqiqadan so'ng muzlatgichdagi xamirlarimizni olib, mana shunday yoyib olamiz. Iloji boricha cheka qismlarini yaxshiroq yoyasiz. Qirqilgan xamirlarimizni barchasini yoyib oldim. Endi ichiga masalliqni solib tugib olamiz. Shu uslubda tugib olsangiz somsalar juda ham barakotli bo'lib ko'rinadi. Mana shunday tomchi shaklida tugib oldim.
Ushbu kanalda yangi mehmon bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Albatta, xursand bo'laman va bu men uchun Ramazon tuhfasi bo'ladi. Somsalarni mana tugib oldik. Endi barchasini idishlarga terib olaman. Duxovka pechimizni esa 10 daqiqa oldindan yoqib qo'yamiz, qizib turishi kerak. Somsalarni ustiga oddiygina tuxum surtib chiqamiz. Xohishga qarab sedana va kunjut bilan bezatib chiqamiz. Endi esa somsalarni duxovka pechimizga jo'natamiz. 250-300 gradusda 35 minut davomida pishirib olamiz. Hamma duxovka pechini qonun qoidasini o'zi yaxshi biladi. Mana menda 250 gradusda pishib chiqdi. Birinchi listimni ham duxovkaga solib qo'ydim. Bunisi esa mana tayyor bo'ldi. Somsalarni ko'rib turganingizdek, mana qavatlari juda ham bilinib turibdi. Orqalari ham juda ham chiroyli. Soviganda ham qavatlari umuman yo'qolib ketmaydi. Bir xilgi somsalar sovigandan so'ng juda ham qattiq bo'lib qoladi. Bunisi esa unaqa emas. Albatta, xamiri juda ham zo'r bo'lib tayyorlangan. Barchaga rahmat. Iftorlikni yaxshi o'tkazib oling. Tayyorlagan retseptlaringiz ibodatga quvvat bo'lsin. Ko'rishguncha.